Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana navbatdagi ishlarimiz Bog'ot tumanida bo'ldi. Bu aynal varianti. Aynalarim qarshi variantda. Bekkadigan ishlarimiz 6 ta ishlarimiz sanab ketdik beri. Zamoqlari stemol zamoqlardan 5 kilitli Hightech'dan. Nalishli koronalar bilan sınavcha bo'ldi. Bir aynal varianti bo'ldi. Bundan keyingisi bunisi ham kuxnaga, oshxonaniki. Bu ham aynal variantda bo'ldi. Bu ishlarimiz eniga bo'ladi bo'lsa 90 ga, tepaligi balanti 207lik. 210lik joyi 207 qilib ishlandi. Bu ham shu aynal variantda, qoshli bo'rtma variant. Oynasi ham bu yo'llar xromchalari dakansa chetlarigacha bo'lgan. Bu klientimizni xohishiga qarab bo'lgandi. Oldingilari bu yo'llar xromchalari bu yerda bo'lardi, bu yog'iga o'tmasdi. Bu klientimizning xohishiga qarab bo'ldi. Eshikni o'zi ham Hightech fasonda, zamoqlari ham Hightech'dan qo'yilgan. Stemol variantda zamoqlari. Kalitlari ham 5 yillik zamoq. Orqalarga bo'ladi keladigan bo'lsak, как положено 4 tomoni ham rezina bilan qo'yilgan. Polnista mexanizmlarga keladigan bo'lsak, mana eshiklarga ham polni ichini yelimlari qo'yib ishlangan. Rezinkalar sukma rezinka ichkariga kirgan. Mana orqasiga keladigan bo'lsak, bular polni shunaqa qilib ishlangan. Orqasi gluxol variantda, oynasi. Mana eshikni yopilishiga qayerda tursang shu yerda turadi. Ochilib yopilib ketmaydi. Mana bunisi. Ochilishiga qarasak. Buni ham orqalari shunaqa ishlangan. Polni bu yerlarda nima umuman ishlatilmagan. Cho'p mixi degan narsa. O'zi faqat kilarga yotqizilgan. Mana stiklari ham. Mana bu yerlar stiki. Mana. Keyingilarga keladigan bo'lsak, bulari gluxoy variantda, ya'ni taxtali. Bulari ikkalasi bir yerda. Bularniki ham shu nalishli koronasi bilan polni ishlangan. Zamoqlari ham bitta xil variantda, shu Hightech eshikka Hightech variant zamoq qo'ydik. Mana orqalariga keladigan bo'lsak, orqalari ham polnista ishlangan hamma yog'i. Mana rezinalar hammasi sukma qilib ishlangan. Buni ham yopilishiga e'tibor bersak, mana qo'l uchi. Mana. Keyingisi. Mana. Bularniki ham. Quloqlari ham mashinalar polnista 3 dan qo'yilgan hammasiga. Unisiga ham, narigilarga ham polni. Bular ham polni. Mana polni pastiga qilib ishlanib. Buni yopilishiga ham ehtimol beramiz mana. Rezinkalar hali o'tirilmagan. Hammasi yangi. Polnista. Keyingisi zal tarafniki oynali variantda. Buni ham nalishli koronalar hamma narsasi qo'yildi. Zamoqlar yana shu variantda. Shishasi qoshli variant, bo'rtma. Bu yog'i ham bunaqa qilib ishlangan ko'zli varianti. Keyin orqalariga keladigan bo'lsak, mana orqasi. Polnisi penalar sapilgan, dabollar endi qo'yiladi. Bunda dabollari bor, hammasida dabol bor. Dabol joylari qo'yilgan.
Dağlarını keyinki ustan öpçesi kılınadı yana. Yapken baytayan koluçu. Keyinki eşikimiz spalniga koyulgan. Kira veriş. Hala bu yerlerine eşik koyulmagan, endi koyadi. Mana arkalar ya. Polni qayerda to'xtasa shu yerda turadigan kakpalarning mana yapılışı. Mana shu insani uy egasi Daniyaran eshiklar ko'ngli o'rnadimi? Rahmet ama iş. Zakaz berganingizga loyiqmi? Layık. Köyündeyken zor çıktı. Stiklara. Nechik qurilishlar narsani hammasini xohladingizmi? Sifatinchik. Zor sıfatı. Boshqa yurtdoshlarimizni tavsiya etasizmi? Tavsiyetimiz o. Tahtanın özünün ne veren yok mesela ya. Gözlü. Ne iş adamım o'zi uya borib buyurdingizmi? Uya bordingiz, gördingiz, taxtani ko'rib, polni. Ya men bir sizni urib so'llab turganim yo'q. O'zingiz yana ko'rib, nechaligini ko'rib borib o'zingiz buyurdingiz, to'g'rimi? Köş ustanı görüp, Ha. yemin üstü üyüne barıp tahtasını görüp, şundan ki hala buyurdum. Zor hakiki. Ha. Bu tarafınız ham o'zi boshqa og'aynilaringiz ham qurib berdik, to'g'rimi? Ya Ruslan ama qurdik. 3-4 ağabeyine kurdu. Ana shularnikini ko'rib turib buyurib turibdi. Yoqdimi ishlar? Yaktı zor. Asaga katta rahmat. Yaxshi, sog'-omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz. To'ylar olsun joylarda. Rahmet. Hazratib gulib o'ynab asib beklayvering.